bugungi kunda stachka narxlari qanchadan qanchagacha bo'lyapti? Tolibjon akam o'zi bugun chiroyli qilib narx-navolar haqida va polni, как положено, plus-minus taraflarini aytib ko'rsatib beradi. Assalomu alaykum Tolibjon aka. Va alaykum assalom, tuzimsiz, Yaxshimisiz? Charchamayapsiz? Sog'liqlaringiz yaxshimi? Ha, rahmat. Mana shu stachka haqida polностью ma'lumotlar berib o'tsangiz, narx-navolar qanchadan qanchagacha bo'lyapti? Plus-minus taraflar aka. Batafsil. Endi 35 mingdan 45 minggacha bo'lyapti. 35 mingimiz semin sevilsa 45 ming ketadi. Semin sevilmasa 35 ming bo'lyapti. O'zi nimadan qilinadi? Nima narsa bu o'zi? Shibon semin. Bo'ldi shu uchalasi. Necha kunda bu qotib, necha kundan vaqt bugun kuyganimiz mana bugun kuyganini ertaga yurilaveradi. Hozir necha kvadrat bo'lyapti quygan joylarimiz aka? Kuygan joyimiz bir kunda mana shu obyektimiz 150 kvadrat kuyadi bir kunda. Jami kvadrati 1200 kvadrat bor. Hozir yo'q shunaqa. Bu joyimiz necha kunda hozir quyib bitiramiz aka? Xudo xolasa yana 3 kunda bitkazib yuboramizda. Bu nimadan qilinadi, qanaqa qilinadi, qanday qilsa to'g'ri bo'ladi, qanday qilsa noto'g'ri bo'ladi aka? Plus minus taraflar. Shu plus minusi endi shu semenni sal jonli qo'shilgan yaxshi. As qo'shib qo'ysa tulab ketadigan qoladi. Tolibjon aka, hozir bu yerda nima bo'lyapti? Shu batafsil tushuntirib bersangiz. Mana semenimiz bor. Suv kuyadi. Betroq o'tib gap qilsangiz. Hozir qumlarni aralashtirib, semonni aralashtirib suv quyishyapti. Mana 1,5 paqir suv, 5 kurak semen, shu bu. Shu bilan keyin mana shuni quyulaveradi, to'g'rimi? Keyin aka buni nima desam, sifatsiz taraflari bo'ladi. Sifatlisi endi semen sevib tekizlansa, sifatli bo'ladi. Bu hozir sifatsizligini qayerdan bilsa bo'ladi? Boshqa ustalar ham endi hammasi har xil odam bor. Boshqalardan endi ustunlik taraflaringiz qaysi taraflama endi? Shu ustiga semen sevib berilyapti, ustilamaydi-da. Agar semen azob qilsa, ertaga 1 yil uzoq kelsa 2 yilda tulab ketadi. Bu qilgan ishlaringizga garantiyalari bormi, yo'qmi? Garantiyasi bor. Qancha garantiya berasizlar qilgan ishlaringizga? Xudo xolasa 10 yilga to'g'ri javob turaveradi. 10 yilga to'g'ri nimasiga garantiya beradi? O'zgarmaydi, mana shu holatda qoladi. Mana shu yorilib ketadimi, yorilib ketadi. O'z holini ko'rasiz, 10 sent tuyulyapti. 10 sent ko'p chiqiladi, zasipkar qilinadi. Aka, masalan, mana shu Siryon o'zini, masalan, betonni o'zlari sota olasizlar yo men o'zim sotib berishim kerakmi? Agar mijoz bo'lib anaqa qiladigan bo'lsam. Mijoz bo'lib xolasin o'zlaridan bo'lsa, o'zimizdan bo'laveradi. Farqi yo'q. Tayyor beton desa, tayyor betonimiz ham bor, chaqirsa bo'laveradi. Qaysi bir endi выгодныйroq? Endi ko'proq o'zigalar buni tayyor nima qilyapti? Shu bo'lib olib kelyapti. Ular kuylayapti. Masalan, yo'q katta beton bo'lsa, tayyor beton deydigan bo'lsa, tayyor beton chaqiraveramiz. Keyin qarang, masalan, buni sifatlisi bor, sifatsizi bor. Shunga qarab, masalan, o'zlaringiz shu yerdan shunaqa kerak desa, shunaqasini olib kelib berish kerak. To'g'rimi? Yo'q, farqi yo'q buni, любой bo'laveradi. Yo'q, shu bo'ldi, yaxshisini olib keladi, yuvilgani bo'ladi. Narx-navolar qanaqa bo'lyapti? Narx-navosi 1,600 ming bo'lyapti. Bir kamasi 1,600 ming. Bir tonnasi. Yo'q, ana shibonimizda. Shibonlaringiz. Semenimiz 750 so'm, 720 so'm. Bu yerga hozir necha kvadratimiz, keyin qancha ketdi bu yerda? Hozir 15 tonna semen ketyapti. Bo'lgan tarafi bilan. Bu obyektimiz necha kunda bo'ldi? Polностью qilgan. Hozir bu yerda noldan boshlab qildilaringizmi? 3 kunda bo'lyapti. 3 kunda bo'ldingiz. Necha kishi ishladingiz? Bu yerda bitirish uchun pastuje? Bugun 5 kishimiz. 4 kishi. Undan oldin 3 kishi. Bu yer endi qarang aka. Hozir bu yerda endi qanaqasiga tekislanadi? Tekis bo'lmashi qanday? Qanday endi kurakda tekisdan, bola tekislar, semen sevib yana boshqatdan. Hozir tekislayotganingizni ko'rsatingchi aka, qanday qilinadi endi yo'l yo'rig'i? Qani biz kuramiz boryapti. Akamiz ham birinchi marta hozir kadrga tushyapti. Shunga sal xijolatliroq bo'lyapti do'stlar. Akamiz ham harakat qilyapti, ko'rsatib chiroyli qilib anaqa qilishga, kadrga zo'r chiqish uchun. Shuning uchun like, komment, podpiska bosib fikrimizni bildirib qo'yamiz. Обязательно. Endi avvalambor buni glazoklardan tekshirib, tekis-notekisligini ko'rib olinadi, to'g'rimi aka? Как положено, lazer bilan. Lazerimiz do'stlar, как положено. Tekis-notekisligini ko'rib qilishadigan joyi. Lekin buni silliq qildingiz-ku, qanaqa qilinadi? O'zim birinchi marta ko'rdim. Silliq qilishinimi? Mana bir ko'rsatasiz. Bu nomi nima deyiladi? Bandavomiz. Cheqoy. Ham yengilroq, ham osonroq-da bu. Bu uncha-muncha ustada ko'rmaganman-da buni. Mana. Bitta qo'l og'ziga tekizlab qo'yilaveradi. Suv chiqib olgandan keyin bo'ldi.
Aka faqat xizmat ko'rsatishlaringiz vodiy bo'ylabmi yo'q? Farqi yo'qmi? Farqi yo'q. Qayerga borib kelaveramiz. Ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. 24/7 bemalol telefon qilaversa bo'laveradimi? Bo'laveradi. Narxlari qanchadan qanchagacha vodiy bo'ylab? Shu 35 mingdan semiz bola maksimum qilib beriladi. Semiz anda olib bersak 40-45 mingga bo'ladi. Ob'yomga qarab. Vodiydan tashqari bo'ladigan bo'lsa-chi? Endi agar vodiydan tashqari bo'lib, masalan Toshkent, Angren joylar bo'lsa, yaqinroq joy bo'lsa, shunaqa qilib berilaveradi. Tomlarga ham stachka qilaverasizlar. Tomga stachka bo'ladi. Bundan tashqari yana nima xizmat ko'rsatish taraflaringiz bor? Tomlarni qilar ekansizlar, stachka, yerlarni. Biz o'zi noldan qilib beramiz. Aha. Beton kuyib, uyda gaz kalit desa, kalitini olib beramiz. Garantiyasi qanchadan qanchagacha? Garantiyasi kelishimizga qarab, yaxshi kelishilsa, o'sha javob beriladi. Gap bo'lish mumkin emas. Lekin ob'yom katta bo'ladigan bo'lsa, skidka taraflari ham bormi? Qanaqa bo'ladi endi? Masalan, endi hozir mana shu yerda o'zi 1200 kvadrat stachka bor, o'zbekda. Masalan, 40 ming bo'ladigan bo'lsa, 5 ming arzon qilib beradi kvadrat kubning evaziga. Lekin aka, masalan, ish ko'payib ketdi, sezon bo'lib va hokazo endi bu anaqa stachkada endi yil davomida sezon bo'ladi, to'g'rimi? Endi aytmoqchi bo'lganim, ulgurish taraflaringiz qanaqa endi? Yana sizlardan tashqari boshqa insonlar bormi endi? Komandada deyman-da. Brigada deyman. Masalan, ish ko'payib ketdi, menga masalan srochna qilish kerak, qanaqa bo'ladi endi? Necha kun davomida qilib berasiz? Endi ob'yomga qarab, shunga bo'ladi. 5 ta brigadamiz bor. Aha. Iloji boricha turmasdan harakat qilamiz. Tezroq. Tezroq. Bo'ldi. Gap bo'lish mumkin emas, Yoqubjon aka. Обязательно like, komment, podpiska bosib fikrimizni bildirib qo'yamiz. Sizlar bilan har doimdek ko'p ko'z bola. Akamiz birinchi marta kadrga tushagan, shuning uchun saf ijolatli bo'ldi. Shuning uchun ham обязательно kommentariy yozib, chiroyli chiqdimi, yaxshi chiqdimi, yo'qmi, fikringizni bildirib qo'yasiz. Kimga mana shunaqasiga garantiyasi bilan birga stachkalar kerak bo'lsa, ekrandagi nomerlarga aloqaga chiqaverasizlar. Rahmat.